Dartda var kalit so'zi nimani bildiradi? Var bu variable yaratishni eng oddiy va sodda usuli hisoblanadi. Masalan, var age aytaylik 12 deb variable yaratib, unga 12 deb qiymat belgilab oldik. Biz Dartda variable'ni aynan mana shu formatda yoki mana shu ketma-ketlikda yaratamiz. Birinchi navbatda chap tarafdan boshlab variable'imizni turini belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu biz yaratgan variable'imiz qanday turdagi datani yoki qiymatni o'zida saqlay oladi. Mana shuni birinchi aytamiz. Bu yerda var dedik. Keyingisi age variable'ning nomini beramiz, keyin teng deb turib variable'ga qiymatni belgilaymiz. Biz bu yerda data turini o'rniga vardan foydalanyapmiz. Bu var bizga Dartni aqlli funksiyasini yoqishga yordam beradi. Ya'ni qachonki siz variable'ingizni var deb belgilab olsangiz, Dart avtomatik ravishda siz belgilagan qiymatingizga asoslanib variable'ingizga turni belgilay oladi. Masalan, 12 ni ustiga olib keladigan bo'lsam, type ya'ni turni aytyapti, int deyapti. Ya'ni bu qiymatimizni turi, bu datamizni turi int, ya'ni integer bo'lyapti. Endi age variable'ni nomiga olib keladigan bo'lsam, buni ham int deb aytyapti. Sabab bizni qiymatimizni turi int bo'lgani uchun bu yerdagi variable'imizni turi ham avtomatik ravishda int bo'ladi. Buni Dart aqlli ravishda o'zi bajaradi. Sabab biz var kalit so'zdan foydalandik. Misol uchun keling buni boshqa data type'ga o'zgartiramiz. Misol uchun string qilib turib, aytaylik Shohruh deb belgiladik. Endi buni ustiga olib keladigan bo'lsak, type nima deyapti? String deyapti. Endi age ni ustiga olib keladigan bo'lsak, buni turini ham string deb aytyapti. Demak, avtomatik ravishda berilgan qiymatga asoslanib variable'imizni turini Dart aniqlab olyapti. Endi varni bitta muhim joyi bor. Bu siz birinchi marta variable'ga bitta qiymatni belgilaganingizda var kalit so'zdan foydalanib, ana shu birinchi berilgan qiymatni yoki datani turi shu variable'ni turi deb belgilab qo'yiladi va bu qulflanadi shu holatda, o'zgarmaydi. Misol uchun mana hozir string deb qo'ydik, to'g'rimi? Hozirgi variable'imizni turi string. Endi keling boshqacha turdagi qiymatni beramiz. Masalan, age deymizda teng 12 deb turib, endi integer turini beramiz. Ko'ryapsiz, qizil chiqyapti. A value of type int can be assigned to a variable of type string deyapti. Bu yerda integer turdagi qiymatni biz string turdagi variable'ga belgilay olmaymiz deb aytyapti. Chunki mana bu yoqda biz birinchi bundan tepada age ni turini string deb belgilab qo'ydik. Sababi qiymat string. Endi bu yerda biz age ga demak integerni bera olmaymiz. Endi buni misol uchun stringga o'zgartirib qo'ysak, bu holatda ishlayveradi.